Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hop, kofirlarda balog'atga yetishdan oldin o'lgan bolalari hukmi ixtilofli masala. Bunda birinchi mazhab ulamolarning so'zlaridan ular jahannamda degan mazhab bor. Buni dalili sahih hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan atfalul mushrikin, mushriklarning bolalari qayerda deb so'ralganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda hum ma'a abaihim, ular otalari bilan birga deganlar. Ya'ni otalar qayerda bular mushriklar? Jahannamdami? Ular ham otalari bilan birga deganlar. Hop. Keyin endi bunda savol tug'iladi. Savol, ya'ni ular otalari xo'p mushrik bo'lgani uchun jahannamga kirdi. Ular nimaga jahannamga kiradi degan savol tug'ilsa, unga Allohu a'lam bima kanu amilin deganlar. Ya'ni ular katta bo'lsa nima amal qilishligini Alloh taolo bilib, o'sha sabab ularni jahannamga solgan. Katta bo'lsa ham mushrik bo'ladi, otalariga qo'shilib. Shuning uchun Alloh taolo ularni jahannamga solgan deb ulamolar shunaqa javob berishgan. Lekin bunga raddiya bildirilganki, Alloh taolo bitta odamni kelajagini bilib, kelajagi uchun uni jahannamga qo'yib olmaydi. To uni ustiga o'zini hujjat qoyim bo'lmaguncha. Shuning uchun bu mazhab birinchi mazhab, bunga raddiyalar bor. Ikkinchi mazhab, ular jannatda deyilgan. Chunki ba'zi hadislar bor. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-qalam anis salasa deganlar. 3 ta toifadan qalam ko'tarilgan. Birinchisi anis sobi hatta yahtalim, boladan to ihtilom yoshiga yetgunicha qalam ko'tarilgan deb. Mana shu hadis. Ikkinchisi uxlagan odamdan to uyg'onguncha, uchinchisi majnun odam eskirgunicha. Demak, bola hadisda kelyapti hozir ihtilomga ketishdan oldin unda qalam ko'tarilgan degani, ya'ni undan hech qanaqa hisob-kitob unga yo'q degani. Shu hadisga binoan ular jannatda deganlar ba'zilar. Hop. Yana bir dalil bunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mirojda Ibrohim alayhisalomni ko'rganlarida atroflarida bolalar bo'lgan. Atroflarida bolalar bo'lgan. Ya'ni jannatda. Mana bunda bolalar mu'minlarning bolalari deb kelmagan, umumiy kelgan bolalar. Mu'minning bolasimi, kofirning bolasimi bo'lsa ham bolalar. Shu hadisda umumiyligidan ham olib, shu ikkinchi mazhabda ulamolar aytishganki, demak ular hamma bolalar, mu'min bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham. Hop, uchinchi mazhab, ularni Alloh taolo qiyomatda hisob-kitob qiladi degan mazhab bor. Bu xuddiki majnunlarda Alloh taolo hisob-kitob qilgandek. Ya'ni ularning hisob-kitobini qiyomatda qiladi Alloh taolo, ularga qiyomatda aql beradi. Bolalarga ham, majnunlarga ham da qiyomatda ularga Alloh taolo imtihon beradi. Masalan, jahannamga kiringlar deyiladi. Ularga imtihon go'yoki shu bo'ladi. Ular shunda Allohga itoat qilib jahannamga kirishga rozi bo'lsa, Alloh taoloning imtihondan o'tgan bo'ladi, jannatga kiradi. Bu masalan qaysarlik qilsa o'sha yerda imtihondan yiqilgan bo'ladi, jahannamga bo'ladi, haqiqiy deb. Uchinchi mazhab sohiblari shu. Hop, to'rtinchi mazhab sohiblari tavaqquf. Tavaqquf deganligi, ya'ni bilmaymiz biz buni. Buni bilishlik, bilmaslik bizga chunki topshirilmagan ham. Modomiki shariatda o'zida bunda bir qat'iy dalil kelmadimi, shunaqa deb ixtilofli dalil keldimi? Demak, shariat bizga buni buyurmagan, izlab topishlikni. Bunga hadislarda ham ishoralar bor. Yuqorida aytganimizdek, Rasululloh bir hadisda Allohu a'lam bima kanu amil. Ya'ni Alloh biladi. Ularda nima amal qilishligini deganlar. O'shanga binoan bular aytganki, demak, Alloh biladi ularda ham nima bo'lishligini, qiyomatdagi holatini. Alloh taolo bizdan ularni so'ramaydi. Alloh taolo o'zi bizda e'tiqod bor. Alayhisallohu bi ahkamil hakimin. Alloh taolo hokimlarning eng yaxshisi emasmi degan. Ya'ni o'zi yaxshi hokim, o'zi yaxshi hukm qiladi ularda qiyomatda deb shunaqa javob berishgan. Shuning uchun bu ixtilofli masala, uni bilishlik ortidan katta bir hukm kelib chiqmaydi. Shuning uchun eng yaxshisi buni tavaqquf qilinadi. Ya'ni Alloh biladi nima bo'lishligini. Alloh zolim emas. Bu ularning oxiratdagi hukmi bu. Lekin dunyodagi hukmida ular haqiqatda o'zlarining otalariga tobe bo'ladi. Ya'ni o'lganda janozasi o'qilmaydi, uni musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi, o'sha otasini yoniga, onasini yoniga o'shalar hukmida, o'shalar marosim bilan ko'miladi. Ya'ni dunyoviy hukmda ularga tobe, ota-onasiga, kofir ota-onasiga ya'ni. Ammo oxiratdagi jannati yoki jahannamiy ekanligi masalasida yuqoridagi ixtilof bor, 4 mazhab bor unda. Allohu a'lam.